Bir xillikdan charchaganlar uchun 10 daqiqada mazali nonushta tayyorlaymiz. Uning uchun bizga halol sertifikatga ega mazali sag'bon kolbasalari kerak bo'ladi. Sag'bon kolbasalarida hozirda yangi mahsulot, maxsus varyonli kolbasalarni ishlab chiqarishgan. Juda ham mazali, kelinglar bugun o'shandan tayyorlab ko'ramiz. Kolbasamizni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Ustidan pure milkini yaxshi eriydigan sirini ham qirg'ichdan chiqaramiz. Xohishga ko'ra ko'katlar solamiz, 2 osh qoshiq mayonez yoki smetana solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Lavash xamiriga tayyor bo'lgan massamizni bir tekisda qilib hamma joyiga yoyib olamiz va rulet shaklida o'rab olamiz. 2-3 sm qalinlikda kesib olamiz. Bitta tuxumni chaqib, tuz, murchlarni solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Kesib olganimizdan keyin ikkita tarafini tuxumga qorib, qizib turgan yog'imizda ikki tarafini qizartirib pishirib olamiz. Tayyor. Ishoninglar, bunaqa mazali nonushta hali yeb ko'rmagansiz. Bu nonushta albatta yosh-u qarini ko'nglidan joy oladi. Shunaqangi mayin bo'lib chiqadi. Albatta sag'bon kolbasalari bilan bu yanada mazaliroq bo'ladi. Videoni saqlangiz qilib do'koningizga yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin.